Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana xudo xolasa Andijon viloyati Asaka tumanidagi Asaka tumani Kamuna mahallasida mana shunday ko'rinishda o'z tunuka bog'larimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Mana ko'rib turganlaridek bu joyimiz Moloshniyga Korishniy svetda bo'lgan. Dorizaxonalarimiz chekalari mana hovuz bo'lib, o'rtasiga mana bunaqa bezak berganmiz. Endi bu hozir xonadonimiz nimaga Moloshniyga shikoyat qildinglar desanglar, hozirgi kunda oqqa mukli svet moda bo'lyapti. Bu yerda Moloshniyga shikoyat svet qilganimiz sababi ko'rib turgan devorimiz Moloshniyy svetda bo'lgan, akfalarimiz Korishniy svetda bo'lgan. Biz shunga mosladik. Uy egasini ham xohishiga binoan qildik. Misol hozir oqqa mukli qilsak ham bo'ladi. Uy egasi shuni xohladi. Misol oqqa mukli qilsak devorlarini oppoq travertin qilsa tushib ketaverardi. Uy egasini xohishiga binoan oqqa Moloshniyy qilib berdik. Hozirgi kunda vodiy bo'ylab 1 kvadrat tunuka fondi hamma yo'q ichida faqat siz obed qilib berasiz. Qolgan hamma yo'q o'zimizdan 125 mingdan 140 ming so'mgacha qilyapmiz. Buning ichiga hamma yo'g'i kiradi. Borib o'lchab, o'rnatib berish, hamma xizmati ichida. Shunaqa qilyapmiz. Agar xizmatlarimiz yoqsa aloqaga chiqaverasizlar.